Ba'zan sumkamizda keraksiz narsalar ko'payib ketadi va u og'irlashib qoladi. Ularni tashlab yuborganimizdan keyin bir muncha yengillaydi. Qalbimiz ham xuddi shundayda. Biz ko'pincha eski xotiralardan qolib ketgan og'riqlarni qalbimizda olib yuramiz va qalbimizni, hayotimizni, qarashlarimizni, ruhiyatimizni og'irlashtirib qo'yamiz. Va ne afsuski, bu o'zgalardan ko'ra ko'proq o'zimizga ziyon beradi. Salomatmisiz, sadoqatlilarim? Keling, bugun qalb yengilligi borasida biroz siz bilan suhbatlashamiz. Hammamizni umrimiz davomida bo'lgani, endi ko'pincha bu yaqinlarimiz bilan bo'ladi. Qaysidir qalbimizga qattiq tekkan so'z, qaysidir tushunmovchilik, qaysidir kelishmovchilik, qaysidir kutuvimiz amalga oshmaganda, xullas qandaydir noqulay vaziyat bo'lganda xafa bo'lib qolganmiz. Va bu narsalarni qalbimizda yig'ib yuraveramiz. Yillar o'tgan sari esa ular ko'payib boraveradi va qalbimizni shunchalar og'irlashtiradiki, agar yurakni alohida o'zini menimcha taroziga qo'ysa, deylik, misol uchun 3 kilogramm chiqsa, mana bu hissiy og'irliklar bilan u 30 kilogramm chiqsa kerak. Va inson xuddiki yelkasiga tosh yuklangandek yoki og'ir yukni sudrayotgandek o'zini nihoyatda og'ir his qiladi. Yashash qiyinlashadi, qarorlar qiyinlashadi, nimagadir harakat qilib intilish qiyinlashadi. Orzularimiz, niyatlarimiz, maqsadlarimiz bo'ladi, ammo unga qarab yurib borishga qiyinlashamiz. Nega? Chunki biz kutuvlarimiz noto'g'ri chiqqan vaqtdagi og'riqlarni qalbimizda olib qo'yganmiz. Bilasizmi, mana shu og'riqlarni ham xuddi sumkamizni tozalagandek tozalab turishimiz kerak. Yo'q, aslo u insonlarga qulay bo'lishi uchun emas, balkim o'zimizga yengil bo'lishi uchun. Xo'p, siz qalbingizda kimdandir xafa bo'lib yuribsiz, deylik. O'sha inson shuni o'ylab siqiladimi? Voy, ana u mendan xafa bo'luvdi, rosa siqilib yuribdi. Qalbida bir ham og'irlik qolgan, borib shuni yengillatib kelsam, deydimi? Yo'q. O'zingizni o'ylang, o'zingizni seving deganimda ko'pincha shu narsalarni nazarda tutaman. Ya'ni siz o'zingizga ziyon beruvchi hech qanday hislarni, o'zingizni ortga qarab qolishga, oldinga odimlashingizga to'sqinlik qilishiga sabab bo'luvchi hech bir narsani o'zingiz bilan olib qolmang. Ularni tashlab yuborishga harakat qiling. Siz qanchalar qalbingizdagi kutuvlaringiz, og'riqlaringiz, bularni yengillashtirsangiz, ishoning, hayot shunaqa go'zal bo'ladi. Bir kunda qilayotgan ishingizni bir soatda qilasiz. Buni qanday qilsa bo'ladi? Eng birinchi navbatda odamlardan nimadir kutishni to'xtating. Agar sizni xohish-istaklaringizni kimdir qilish kerak bo'lsa, u qilmayotgan bo'lsa, kutib o'tirmang, o'zingiz qiling. Masalan, deylik, turmush o'rtog'ingiz sizga qaysidir ko'ylakni olib berishni xohladingiz. Aytib ko'rdingiz, harakat qildingiz, xo'p, olib bermadi. O'zingiz pul jamlab oling shuni. O'zgalar sizni ehtiyojingizni qondirmasa, o'zingiz qondirishga harakat qiling. O'shanda kutuvlar kamayadi, boshqalardan xafa bo'lish kamayadi va borib hayot go'zallashadi. Bu degani faqat o'zingizni o'ylab egoist bo'lib keting emas. Yo'q. O'zgalarni ham ranjitmang, o'zingizni ham ranjitmang. Va qalb yengil bo'lgan sari insonning qarashlari o'zgaradi. Va qalbni yengillatuvchi yana bir eng yaxshi usullardan biri, hech kimni hech qachon muhokama qilmang, baho bermang. Masalan, kimdir sizni xafa qildi, deylik. Siz o'sha vaziyatga, o'sha insonga baho bermang. Shu mana shunaqa qildi-da, mana meni tushunmadi-da, mana meni qadrimga yetmadi-da demang. Balkim o'ziga yarasha sabablari bordir. To'g'ri, xato qilgandir, mayli haqiqatda yomon ish qilgandir. Lekin o'ziga yarasha balki sabablari bordir. U butkul yomon inson emas-ku. Mayli, omadini bersin. Qiyin bo'ladi boshida, lekin o'rgansangiz hayot shunaqangi osonlashadiki, yomon fikrlar, negativ qarashlar, o'zgalarga baho berishlar, bizga mutlaqo taalluqli bo'lmagan narsalarni muhokama qilishlar ayolning qalbini, ruhiyatini shunchalar og'irlashtiradiki. Shuning uchun bugun keling siz bilan ruhiyatimizni, qalbimizni tozalashga harakat qilamiz. Kim qachonlardan beri olib yurgan og'riqlaringizni shunchaki qo'yib yuboring. Haqiqatda sizni xafa qilishgandir, lekin o'ylab ko'ring, o'sha inson butkul yomon emasdir yoki sizni hayotingizda faqat qora bulutli xotiralar qoldirmagandir. Ehtimol yaxshi xotiralari bordir, yaxshiliklari bordir. Xo'p, butkul yomon inson bo'lgan taqdirda ham mayli siz uni qo'yib yuboring. Ya'ni qay ma'noda? Mayli bir yaxshiligi bordir,
u ham hech bo'lmaganda menga o'xshagan banda-ku deng. Hayot yengillashadi. O'zingiz yengillashasiz. Yangi orzu umidlar, yangi maqsadlar paydo bo'ladi. Hayot esa faqat go'zal bo'ladi. O'zingizga, his-tuyg'ularingizga sadoqatli bo'ling. Og'riqlarga sadoqatli bo'lmang, ularni qo'yib yuboring. Salomat bo'ling. Yana onlayn ko'rishib qolamiz.